Kuyovto'ra, mana bu tashqarida turgan mashinani kaliti. Bunisi esa Buxoro shahar markazidan 2 xonali uyini kaliti. Aka bilsam bo'ladimi? Nima uchun bular? Singlim baxtli bo'lishi uchun. Dadam aytdilar. To'yda biror kamu ko'z bo'lsa, biz qarab turmaymiz. Bemalol aytavering. Aka, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Singlingizni baxtli qilaman. Lekin Gapni cho'zma. Rozi bo'ldingmi? yo'q aka. Nimaga rozi bo'lmaysan? Boshingga baqqish qo'nib turgan paytda nima qilganing bu? Aka, men uylanmoqchiman. Turmushga chiqmayapman. Tushunyapsizmi o'zi? Qiz bizni sharoitimizga ko'nikmagan. U qizni sizdan ko'ra men yaxshiroq bilaman, aka. Sen hamma narsani bilasan. Mana bu katadagidagi uyimizga qaysi birimiz sig'amiz? Uni ustiga jiyanlaring ham katta bo'lib kelyapti. Topayotgan 6-7 million pulingga nima qilib bilasan? Ko'rsataymi?